Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Angliya Uyg'urlarning majburiy emgak masalasida ilgirlash bo'lmasa, Parij Xitoy Yevropa mablag' selish kelishimini qo'llamaydiganligini bildirdi. Efiopiyada nurg'un fuqaro qatl qilindi. Bolalarning o'yinchiqi qancha oz bo'lsa, shuncha aqlliq bo'ladi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Dünya Gezitining 23 dekabr xabar qilishicha, Fransiya tashqi savdo va iqtisodiy jalb qilish ministri Frank Riester Xitoy Yevropa universal mablag' selish kelishimini kengashish to'g'risida agar Xitoy hukumati xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakka qarshi turish ahdnomasini tasdiqlamasa, Xitoy Uyg'urlarning majburiy emgak masalasida ilgirlash bo'lmasa, Fransiyaning Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida suhbatlashayotgan mablag' selish kelishimini qo'llashni rad qilganligini bildirib, savdo kelishimining ijtimoiy masalalarni ilgari surishdagi pishang ekanligini ta'kidlagan. Buningdan ilgari Yevropa va Xitoy ikki taraf yil oxiridan burun mazkur kelishimni imzolashni umid qiladiganligini bildirgan. O bu vaqt to'xtalganda Xitoyning Yevropaning aksicha Yevropalik mablag' solg'uvchilar qaratgan cheklamalardan voz kechmaganligini, biroq Yevropaning Xitoyga ishini keng ochayotganligini, shartlarning cho'qim har ikki tarafga o'xshash bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Bo'libmi o Xitoyning xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash ahdnomasini tasdiqlamaganligini va buning Fransiya uchun intayin muhimligini ta'kidlab, agar biz majburiy emgakni bekor qilishga amal qilmasak, Xitoyga mablag' selishni ilgari suramaydiganligini, majburiy emgakka bo'libmi Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishiga qarshi kurash qilish rolini o'ynaydi degan va Belgiya, Lyuksemburg, Gollandiya va Germaniya qatorliq Yevropadagi boshqa davlatlarning Fransiya bilan o'xshash qarash ekanligini eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, hozir Uyg'ur majburiy emgaki masalasi g'arb davlatlarining Xitoy bilan normal savdo aloqalarini davomlashtirish uchun zo'r raqobat paydo qilgan. Angliyaning muhofizachi gazetining 23 dekabrdagi xabarida Angliya Savdo ministrligi bilan Tashqi ishlar ministrligining Xitoyga qaratilgan siyosatlar va Uyg'urlar masalasida fikr bo'linishida bo'layotganligini, parda orqasida Angliyaning Xitoyga qaratadigan siyosatlari haqidagi fikr ziddiyatlar boshlanganligi, Savdo ministri Liz Trussning qo'llashidagi Angliya sotiga Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligini belgilash huquqi berish taklifi Tashqi ishlar ishxonasining qarshilig'iga uchrayotganligi, Angliya parlament a'zolari yangi yil kira-kirmayla barliq partiyalarga vakillik qiladigan bir yangi qonun loyihasiga belat tashlaydiganligi. Mazkur qonun loyihasi ma'qullansa, Angliyadagi sud mahkamasiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotgan yoki qilmayotganligini belgilash yo'li ochilganligini, shunga bu Xitoy bilan yangi bir savdo kelishimi tuzishga hozirlanayotgan Angliya uchun intayin muhim qaror ekanligini bildirgan. Kanada hukumati davlat bexatarligini qo'g'dashni bahona qilib, Xitoy Shandong oltin konchilik cheklik shirkatining Kanada oltin kon guruhini sotib olish planini oxirlashtirdi. Kanada oltin kon guruhining Shimoliy qutb chambargining shimolidan 120 mil yiroqlikda bir oltin koni bor. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, Kanada shirkati Nunavutning shimolidagi Umid qo'ltiqi oltin koniga ega bo'lib, bu bir port yana aeroplanning uchish yo'lini o'z ichiga oladi ekan. Shandong oltin kon shirkati Xitoy Kompartiyasi qo'llaydigan sotib olish ko'zlangan metal tijoratchisi bo'lib, Xitoy kommunist hukumati 47% payni, Shandong o'lkasidagi tarmoq shirkatlar taxminan 10% payni egallaydi ekan. Bu yil may oyida Xitoy Shandong oltin kon shirkati Kanada Torontoga joylashgan bu oltin qazish shirkatini taxminan 150 million dollar bilan sotib olish xabari tarqalgandan keyin darhol Kanada davlat bexatarlik kuzatuvchilarining keng andisini qo'zg'agan. Kanada oltin kon guruhi oktyabrda davlatning bexatarlik tekshirish epardiganlik to'g'risida uqtirish topshirib olgan bo'lib, 21 dekabr dushanba kuni Kanada oltin kon guruhi Kanada hukumatining Xitoy Shandong shirkatiga Kanada mablag' selish qonuniga asosan sotib olishni davomlashtirmaslik to'g'risida buyruq tushirganligini bildirgan. Xitoy Shandong oltin kon shirkati 22 dekabr seshanba kunidagi bayonotida Kanada hukumatining qarorini dalillagan. Bexatarlik kuzatuvchilari bu savdoning Kanadaga tahdid deb kelish mumkinchiligi yuqori ekanligi, chunki u Xitoy Kommunist partiyasining g'arbiy shimoliy so'yiliga texmi ko'p kirish fursati yaratib berdiganligini, ya'ni g'arbiy shimol Osiyo yo'li bo'lib Kanada shimoliy qutb orolidan o'tadigan va Atlantik okean bilan Tinch okeanini tutashtiradigan muhim Osiyo yo'li ekanligini, shundaqla oltin konning port va aeroplan qo'nish yo'li Kanadaning shimoliy qutbdagi dastlabki ogohlantirish radar aslahalariga xilal yaqinlashganligini bildirgan. Efiopiyada qurolli guruhlar bir yeziga hujum qilib, necha 10 fuqaroni qatl qildi. Qurolli guruhlarning Efiopiyaning g'arbiy qismiga joylashgan Penshangul Gomuz o'lkasidagi bir yeziga qilgan hujumida necha 10 fuqaro jonidan ayrildi. Amxara agentligining xabar qilishicha, bosh ministr Abiy Ahmedning ziyoratidan bir kun keyin o'lkaning Metkil rayonidagi bir yeziga hujum qilgan qurolli guruh necha 10 odamni qatl qilgan. Naq maydondagi ahvollarni ko'rguvchilar kimligi tex aniqlanmagan hujumchilarning atrofga qalaymaqan o'q chiqarganligi va uy makonlarga o't qo'yib berganligi, hujumda qazo qilgan fuqarolar sonining 90 dan ortiq ekanligini bildirdi.
Efiopiya bosh ministri Abiy Ahmed oldingi kuni ziyorat qilgan Metekelda so'z qilib, rayondagi milliy to'qinish va zo'ravonlikqa xotim berdiganligini va'da qilgan. Amerikadagi bolalar ma'rif tadqiqotchilari yaqinda e'lon qilgan tadqiqot dokladida bolalarning o'yinchiq qancha ko'p bo'lsa, ularning aqliy iqtidorining yetilishi shuncha zo'r to'salg'iga uchraydi. Bolalarning oldiga dövləngan ziyoda ko'p va yeshiga mos kelmaydigan o'yinchoq ularning bilish iqtidoriga nihoyat cho'ng ziyon soladi. Chunki ular shuncha ko'p o'yinchiqni ko'rganda nima qilishini bilmay qoladi. Hatto amaliyotga cho'kish fursatidan mahrum bo'ladi-da, bir xil o'yinchiqni o'ynash. O'ynash davomida zehniy kuchini markazlashtirib, o'yinchiq o'ynashdan belgilik bir narsa o'rganib olish maqsadiga yetmaydi degan. Angliyada Cambridge universitetining professori Kaysi Sherwa ishlagan tajriba va tadqiqot jarayoni bu hukmning to'g'riligini dalillab beradi. O o'tgan necha yilda 3000 dan ko'proq bovaqning kundalik turmushini iz qo'g'lab tekshirish natijasida o'ynaydigan o'yinchiga nisbatan oz bolalarning ota-onasi bilan birga bo'ladigan, ota-onasi o'qib bergan kitob va aytib bergan naqshini anglaydigan, ota-onasi bilan birga o'ynaydigan vaqtining ko'p bo'ladiganligini bayqadi. Oxirida selishtirum tadqiqoti berib, oilasining iqtisodiy ahvoli yaxshi, o'ynaydigan o'yinchiq tog'dek to'langan bolalar qirg'inda ularning aqliy ko'rsatkichi yuqori bo'lganligini yakunlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.